O'zbekiston davlati qachon tuzilganligini bilasizmi? O'zbekiston davlati 1991-yilning 31-avgust emas, balki 1925-yilning 17-fevralida Buxoroda birinchi o'zbek qurultoyi bo'lib o'tadi. Natijada O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilgandi. Ruslar 1918-yildan 1924-yilgacha O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralashni amalga oshirdi. O'sha davrda O'rta Osiyoda joylashgan Buxoro, Xiva Xalq Sovet Respublikasi va Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikalari bo'linish millatlar asosiga qurilgandi. Ya'ni har bitta millat asosida davlatlar tuzilishi kerak edi. 1924-yilda O'rta Osiyoda O'zbekiston, Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikalari va Qoraqirg'iz, keyinchalik Qirg'iziston bo'lgan Qoraqirg'iz muxtor viloyati bu Rossiya tarkibiga qo'shib berildi. Tojikiston Avtonom Sotsialistik Respublikasi tuzildi. Bu O'zbekiston tarkibiga qo'shib berilgandi. Qozog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzildi. Bu Rossiya tarkibida edi. Qoraqalpog'iston muxtor viloyati Qozog'iston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasining tarkibiga qo'shib berildi. Buyuk davlatlarda doim bir shior ishlaydi. Bo'lib tasha hukmronlik qil. Xuddi bolsheviklar bizning yurtimizni bo'ldi va bizning ustimizda hukmronlik qildi. Arzimagan hududlar o'rtasida doim millatlar o'rtasida va davlatlar o'rtasida doim to'qnashuvlar bo'ldi. Bu o'sha to'qnashuvlar hozirgi kungacha ma'lum miqdorda saqlanib qolgan.